Mamlakatimizda xalq davlat idoralariga emas, davlat idoralari xalqqa xizmat qilishi kerak degan g'oyaga asoslangan islohotlarga hamohang tarzda aholi murojaatlari bilan ishlash, fuqarolarni qiynab kelayotgan muammolarga huquqiy yechim topishda shaxsiy hamda sayyor qabullarning ahamiyati katta bo'lmoqda. Bugun shahar hokimi Gavhar Alimova tomonidan o'tkazilgan shaxsiy qabul davomida ham ko'plab fuqarolarning murojaatlari ijobiy hal etilgan bo'lsa, tashkil qilingan chuqurlashtirilgan tibbiy ko'rikda aholi salomatligini asrash borasidagi bir qator muammolar atroflicha o'rganildi. Qabul davomida 70 dan ortiq fuqarolar o'zlarining ishga joylashish, uy-joy, oilaviy masalalar, kommunal to'lovlar va boshqa bir qator masalalar bo'yicha murojaatlarini bayon qildilar. Murojaatlarning aksariyati joyida hal etilib, ayrimlariga huquqiy maslahatlar berildi. Muddat talab qiladiganlari esa mas'ullarga yo'naltirildi. Qabul davomida murojaatlarning aksariyati sog'liqni saqlash sohasida bo'ldi. Aholining bu boradagi murojaatlaridan kelib chiqib, fuqarolar tibbiy ko'rikdan, shu jumladan tez tibbiy yordam orqali yurak, qon tomir va boshqa shu kabi kasalliklar bo'yicha tekshiruvlardan ham o'tdilar. Chuqurlashtirilgan tibbiy ko'rik natijasida kasalliklar aniqlangan bemorlar ambulator hamda statsionar sharoitda davolanishlari uchun tavsiyalar berildi. Statsionar sharoitda davolanish tavsiya etilganlarni shahar va viloyat davolash profilaktika muassasalarida sog'lomlashtirilishi rejalashtirildi. Qabul davomida murojaatlari ijobiy hal etilgan fuqarolar ayniqsa mamnun bo'ldilar. Bugun shahrimizda Madina saroyida chuqur tibbiy ko'rik o'tkazildi. Sog'lig'imda muammo bo'lganligi uchun kelib doktorlar ko'rigiga o'tishdim va masalam ijobiy hal etildi. Shahrimizda uchun tibbiyotga ancha chuqur ahamiyat berilgan, yaxshi, men ko'rib xursand bo'ldim. Doktorlarimiz yaxshi o'zlarining maslahatlarini berib, barcha xalq o'z maslahatlarini berib kelmoqdalar. Xalqimiz bundan minnatdor. Hammaga tavsiya beraman, kelib mana sog'liqlari muammo bo'lsa, kelib mana tibbiy ko'riklarga tashkil etilgan, kelib o'rganishlarini chuqur tibbiy ko'riklardan o'tishlarini so'rab qolamiz. Jumladan murojaatiga ko'ra tibbiyot birlashmasi hisobxonasi bo'limiga ishga qabul qilingan Malika Ulug'murodova o'z minnatdorchiligini bildirdi. Bugun hokim sayyor qabuli bo'lib o'tdi. O'sha qabulda ish so'rabman, murojaat qilganman hokimga. Murojaat qilganimda Kattaqo'rg'on shahar tibbiyot birlashmasi boshlig'i menga kassirlik lavozimiga ish taklif qildilar. Bundan men xursandman. Shahar hokimiga o'z minnatdorchiligimni bildiraman. Albatta, yuqorida ta'kidlaganimizdek, bu kabi tadbirlar aholining farovonlikda bugungi islohotlardan rozi bo'lib yashashiga erishishdir. Shuningdek, tashkil qilingan chuqurlashtirilgan tibbiy ko'rik aholi salomatligi ko'rsatkichlarini o'rganish, salomatligini muhofaza qilish borasidagi ishlar samaradorligini oshirishga yordam beradi. Bu boradagi ishlar shahrimiz bo'ylab davom etadi.